Assalomu alaykum. Mana universitetimizda O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetida o'zbek tili va adabiyoti kafedrasi tashabbusi bilan xalqaro konferensiya tashkil etildi. Bu konferensiya 21-oktyabrda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishi bayram arafasida o'tkazilyapti. Bir jihatga e'tibor qaratishni istar edim. Mana shu universitetimiz rektori, hurmatli rektorimiz siyosiy fanlar doktori Sherzodxon Qudratxo'janing tashabbusi bilan faqat bir kun bayram emas, balki biz buni xalqqa singdirishimiz uchun ko'proq nishonlaymiz. Mana 10 kun mana shu til bayramini nishonlash 10 kunligi deb e'lon qilindi va kafedramizning til, adabiyot va jurnalistika ta'limi muammo, yechim va istiqbollar nomli xalqaro ilmiy amaliy konferensiyasi ham aynan mana shu kunlarda o'tkazilayotganligi ramziy ma'noga ega. Konferensiyada Turkiyadan, Qozog'istondan, Ozarbayjondan mehmonlar, olimlar qatnashyapti va birinchi yalpi yig'ilishda ana shu mehmonlarimiz o'zlarini til va adabiyot borasidagi ma'ruzalar bilan qatnashdi. Bunda bitta quvonarli jihat borki, mana shu konferensiya o'zbek tilida, qozoq tilida, turk tilida, ozarbayjon tilida ma'ruzalar tinglandi va bu yerda tarjimonsiz hamma bir-birini tushungan. Bu yerdagi turkiy xalqlarni birlashuvi, qadimdan mavjud bo'lgan o'sha madaniy kelib chiqishimiz, ildizlarimiz birligi mana shu o'rinda ham ko'zga tashlandi. Ya'niki adabiy hamkorliklarimiz, ilmiy hamkorliklarimiz ham bizni xalqlarimizning birlashishiga xizmat qildi deb aytishim mumkin. Va mana shu ozarbayjonlik navoiyshunos olima, filologiya fanlari doktori, professor, O'zbekiston Respublikasining Do'stlik ordeni sohibi Almaz Ulviy Binnatova xonim universitetimizda mana auditoriyalarda bo'lib turli yo'nalishdagi talabalarimizga o'z ma'ruzalarini o'qib berdi va bu narsa talabalarimizda juda katta taassurotlar qoldirdi. Konferensiyaning ikkinchi kuni, ya'ni bugun sho'balarga bo'lingan holda davom etdi va mana shu sho'balarda birida men o'zim ham ishtirok etdim va ma'ruza bilan qatnashdim. Ma'ruzam Qo'qon adabiy muhitining zamonaviy davri bo'yicha. Biz bilamizki, biz Qo'qon adabiy muhiti deganimizda 18-asrdan boshlab 20-asr boshlarigacha bo'lgan davrni, mumtoz davrni ko'zda tutib kelamiz. Lekin shu 20-asrning boshidan keyin ham Qo'qon adabiy muhiti mavjud bo'lgan. Men o'zimni ilmiy izlanishlarimda juda katta bir adabiy qatlamni adabiyot tarixiga olib kirishga harakat qilyapman. Ya'ni shu o'tgan asrning 30-40 yillardan buyog'iga deyarli ijodkorlar, shoirlar, yozuvchilar, qo'qonliklar, Qo'qon adabiy muhiti vakillari chuqur o'rganilmagan. Endi bor tadqiqotlar, lekin alohida bir monografik tadqiqotlar, alohida ijodkorlarni ijodi bo'yicha bir tadqiqotlar kam. Demak, mana shu narsani bir manbashunoslik yo'nalishida ko'rsatyapmiz va ulardan bitta vakili shu 40-50-60 yillarni adabiyotini vakili Javdat Abdulla ijodi haqida ma'ruza qildim. Javdat Abdullani demak o'z davrida adabiy jarayonda tutgan o'rni, uni demak eng yirik faol adabiy figuralardan bo'lganligi va eng muhim jihati aruz quvg'in qilingan davrda mumtoz lirikani rivojlantirgan, o'zbek aruzini yashatgan zamonaviy adabiyot bilan ko'prik sifatida ular mana shu ijod qilgan va yetuk badiiy mahorat bilan asarlar yaratgan ijodkor edi. Javdat Abdulla haqida hali ko'p izlanishlar olib borish mumkin. Nafaqat Javdat Abdulla, balki shu davrlarda yashagan juda ko'plab ijodkorlarimiz bor. Umuman olganda boshqa ma'ruzachilarni ma'ruzalari sizda qanday taassurot qoldirdi? Juda yaxshi. Mana shu boshqa ma'ruzachilarimizni ham tingladik. Mana boshqa qardosh xalqlardan olimlarimiz ham
ma'ruzalar qilishdi. Manda shunday bir narsa bir ta'sir qildiki, ya'ni bugun o'zaro yechadigan, hal qiladigan, xalqaro miqyosda o'rganadigan adabiy yoki tilga oid muammolarimiz mavjud ekan. Masalan deylik, bizni o'tgan asrlarda yozuvlarimizni har xilligi tillarimizni bir-biridan uzoqlashtirgan yoki asarlarni o'qilishini qiyinlashtirgan. Bitta misol, masalan deylik, eski o'zbek yozuvida yozilsa, Jahongir so'zi bir xil yoziladi, yozuv bir xil. Lekin uni biz Jahongir o'qisak, ozarbayjonlar Jihangir o'qishi mumkin. Lekin mana bugun Almaz Ulviy Binnatova xonim aytdilar, a tovushi va o tovushini farqi. Sizda yozuv boshqa, bizda yozuv boshqa bo'ldi. Natijada sizdagi a tovushi bizda o o'qiladigan bo'ldi, bizdagi o tovushi sizda a o'qiladigan bo'ldi deyildi-da. Mana masalan qisqa va cho'ziq unlilarni o'rni almashib qoldi. Mana shu tariqa demak tillar bir-biridan sal uzoqlashdi va o'tgan asrdan bugungi kunimizgacha demak tilda yangi so'zlarni qo'llanishida, ayrim so'zlarni arxaik so'zlarga chiqib ketishida va neologizmlarning kirib kelishi, boshqa tillardan so'zlarni qabul qilinishi, bular ham farqli jihatlarga olib keldi. Endi bugunning muammolari sifatida, demak, badiiy asarlarni o'rganishda ham, o'zaro adabiy hamkorlikda ham va aynan tilshunoslikka oid masalalarda ham birgalashib yechadigan muammolar bor ekan. Va shu jihat bilan men o'zimga ta'sir qildi va bugungi ma'ruzalarda ham o'sha ma'ruzachilar aynan bugunni demak dolzarb masalalarga e'tiborlarini qaratdilar.